O'qishga rasot necha pul qildingiz? Arzon emas. To'g'risi qimmat. Men grantim borligi uchun $4000 atrofida har 6 oy to'lardim. Har 6 oylik kontraktingiz o'zi $4000 yo undan tashqari rasotlaringiz ham bor? Undan tashqari vizam bor. $2300 vizaga ketgan. Necha yillik unga? U 1 yillik studentskiy viza bo'lgan. Aha. Qolgan rasotlardan qochishdi. Qochish uchun ishga kirdim. O'zbek restoranga ishga kirib, Ham o'qib ham ishlab kelyapsiz. ham o'qib ham ishlab, universitetga boshida kirganimda, u yerdagi teacherlar hammasi har xil yurtlardan, ularni shevasiga tushunish qiyin bo'ldi. Har xil darsdan o'tadi, darslariga kiraman, boshqa qilaman. Tushunish jarayoni juda qiyin bo'ldi. Shevasi har xil. Ha. Hammasi har xil. Lekin o'qishda o'zimni ancha ko'rdim, o'sdim bu yerda. Tam qanaqadir bilmagan narsalarimni o'rgandim. O'zim soham restoran biznes menejment. Aha. Restoran biznes menejment o'qiysiz? Ham praktikumda ham ishlashda. Ishxonam o'zi ham yo'g'imni ta'minlardi. Shu ishxonani o'zida qanaqa yuritilyapti, restoran qanaqa boshqa o'z menejerligi anaqa ham soham. Hospitality menejmentga qanaqa sohasi? Shunaqa hospital. Tam hotel restoran menejment.